Lekin bu muammoni ko'p joyga borib falon pulga qildirasiz. Prosta o'zingiz mashinani payirovka qiladigan mana shu apparatingiz bo'lsa, mana bunaqa bitta mexli gubka olasiz, 40 ming so'm. Eng arzonini olsangiz ham effekt beradi. 40 ming so'mlikni. Mana arzonini olib ishlatyapman, ko'rsatib beraman sizlarga. Attilabdan YouTube'ga olinyapti shu narsa sizlarga foydali bo'lishi uchun. Uy sharoitida bemalol qilaverasizlar. Mana qo'shnimning mashinasini aytganimdek qilib beradiganman. Tak, bunga bitta grubiy pasta olasiz. Pastasi 100 grammi 50 ming so'm turadi. 60 ming 50 ming atrofida turadi. Mana shunaqa gubkaga olasiz. O'zingiz bemalol qilib tashaverasiz. Ja bo'lmasa kelsangiz ham o'rgataman. Mana shu holatda chaplab olasiz. Faqat ko'tarib olishimiz kerak kapotni. Chunki kapotni ko'tarishdan maqsadchi mana buni payirovka qilganda mana bunaqa lakini qirib qo'yishingiz mumkin, ochib qo'yishingiz mumkin. Shunga lutshi eng yaxshi variant ko'tarib qo'ygan. Mana shunaqa ko'tarib olib turib, mana shunaqa joyini o'zini ketdi. Faqat fari toza bo'lishi kerak. Oldindan aytib qo'ying. Mana buni olib keling. Birinchi оборотga qo'yib olasiz. Birda turish kerak. Pastani yana 3 ta 4 ta tomchi bilmaganlar uchun-da. Mana. Shunda bossangiz mana 4 ta dona tomchi bundoq qilib olasiz. Mana shu tomchi 4 ta dona tomchi bilan mana shunaqa chaplab olasiz ustiga. Bundoq urib. Aytganimdek birinchi оборот bo'lishi kerak. Ketdi. Mana shunaqa qilib qo'lingizni yurgizib chiqasiz. Faqat bu ovoz berib yuryapti. Noto'g'ri tushunmaysizlar. Bu farqi yo'q. Qo'rqmanglar, dirillab ketsa. Mana kuzibga tegib dirillaydi. Mana shunaqa ovoz beradi. Mana shunaqa ishqalab bo'ldinglar. Yana endi keling. 6-оборотga qo'yasiz. 6-оборотga qo'yib, mana bunga qo'lingiz bilan bosib olib turib, keyin yoqasiz. Mana shunaqa. Mana shunaqa holatda ishqalab tashlavering. Qo'lingiz bilan mana bundoq yurgizib. Chunki bu mexlini vazifasini aytib ketaman sizga. Mex yaxshi qirib tashlaydi-da, yomon joylarni olib tashlaydi. Shuning uchun mexlini sizlarga tavsiya qilaman. Mexlini oling, zo'r effekt beradi. Videomiz sal cho'zilyapti. Endi sizlarga to'liq o'rgatib berishga harakat qilaman. Mana shunaqa qilib, o'ngga, chapga, pastga qilib yurgizaverasiz. Qarang. Mana bu effektini mana ancha ochildi mana. Ancha ochildi, lekin baribir mana bu joyi ketmayapti. Mana shu joyiga kurash qilib ko'raman, hozir kurashib ko'raman mana. Bundoq hamdan ko'rinsa mana xira bo'lib qolgan mana, ko'ryaptimi? Mutning. Mana shu joyini ketkizishimiz kerak. Yana bitta pastga suramiz. Mashina o'zida ancha ochildi, lekin o'rta operator nima deysiz? Bilindimi? Ancha bilaman. Endi yana mana shu joyiga ozgina tomchi tomizamiz. Faqat mana shunaqa grubiy pasta olishingiz kerak. Grubiy pasta kerak bo'lsa o'zimizda ham topsanglar bo'ladi sotuvda. Mana shu holatda o'zingizning mashinangiz bo'lsa maza qilasizda. O'zingiz xohlagancha ishlatasiz. Hech qo'rqmanglar, yomon zarari yo'q buni. Faqat ko'proq mana shunaqa ishqalash kerak bu. Shunisi bor. Men mexni sal mana bu tiga qarab, mana shu tiga tomizib yuboryapman, uchiga. Mana shu uchini mana shu yerga tegizib yuboramiz. O'shanda yaxshiroq effekt bilinadi. Men endi o'zim qilib ko'rganimda o'xshaganicha sizlarga ko'rsatib beryapman. Lekin xudo xolasa o'xshash kerak. Uy sharoitida o'zingizlarni o'sha arzon apparatda qilsanglar o'xshaydi. Bo'g'ilib qolgan holatdan olib tashlaysizlar. Bu apparatni olsangiz, mashinangizni ham polniy payirovka qilib yuraverasiz o'zingiz har yili. O'chiravering. Uni har xil gubkasi bor. Birinchi etapga ishlatadigan, ikkinchi etap, uchinchi etapga ishlatadigan bor, ham bunaqa gubka bor. Men sizga eng yaxshisini boya aytganimdek, mexligini qo'yib turib, ikkinchi etapga mana shunaqa gubka olasiz. Eng zo'ri oldimga keling yoki telefon qilsanglar ham tushuntirib yuboraman olmoqchi bo'lgan joylardan. Hozir mana buni iloji bo'lsa sal qattiqroq bosib, ezib, qo'rqmanglar, ezaveringlar bemalol.
hech narsa qilmaydi bunga. Mana shunaqa holatda qattiqroq bosib yurgizib chiqaverasizlar. Bitta joyi o'zida ko'p ushlab qolish kerak emas. Aylantirib yurgizib tursanglar, o'shanda rezultat bo'ladi. Faqat mana bitta joyi o'zida emasdi, mana aylantirib. Agar mana shu joyini o'zida qanaqadir detal ketmayotgan bo'lsa, mana shu joyi o'zida tepaga pastga qilib yurgizib tursanglar bo'ladi. Endi ko'ramiz natijasi nima bo'lar ekan. Ancha effekt bo'lib qopti. Mana ancha ochilibdi. Boya mana shu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, mutni narsalar bor edi. Endi biza qarang. Buni yechamiz. Buni yechib tashlaymiz. Bo'ldi. Biza maksimal darajada ustini tozalab bo'ldik. Shukurka ishlatmadim. Buni shukurka qilinsa bo'ladi, mayda shukurka edi, lekin men hech shukurka qilib ko'rmaganman. O'zimning retseptim bo'yicha sizlarga o'rgatib beraman. Mana ikkinchi etapga mana shu gubkani qo'yamiz. Ikkinchi etapga o'zini gubkasi. Tak, ikkinchi etapga o'zini pastasi bor. Bu yumshoq pasta. Boyi gurubi ichida qumlari bor pasta edi, bu ichida qumi yo'q, yumshoq. Bu yana ham ochib beradi, mayda chizuvlarni olib tashlaydi, yana ham blesk bilan ochib beradi. Buni ham mana 4 ta dona tomchi qilindi. Ketdi, ustidan o'tamiz. Hammasi ishlatiladigan pastalar 50 ming, 100 ming, 40 ming gubkalar mana shunaqa. Ja borsa 200 minglik narsani olib qo'ysanglar, u sharoitda o'zingizlar ancha vaqt ishlatasizlar. Ketdi. Mana shunaqa holatda yurgizib chiqasizlar buni ham. Qancha vaqt yurgizish kerak, qanaqa qilish kerak deydigan bo'lsangiz, holatiga qarab. Mana shu holatda bir minutdan oshiq aylantirib chiqasiz. O'ngga, chapga qilib, yaxshilab mana ichidagi tomizgan pastalaringizni yedirib olishingiz kerak. O'shanda effekti bo'ladi bunda. Sizlarga ham tavsiya beradiganim, mana shunaqa sharoitda qilinglar, ochiladi. Agar shishani usti yomon bo'lib ketgan bo'lsa, mana faqat mana bunaqa qirralarga mana bor-ku, mana bunaqa tegizib tashlamanglar. Mana bu yerdagi kraskani ochib qo'yishingiz mumkin, lakini ham ketkizib qo'yishingiz mumkin. O'shanga men mana bu yerga olib chiqmayman, ko'rayotgan bo'lsangiz, mana mashina orasida ushlayapman. Mashina orasida ushlash kerak mana. Mana ko'ryapsizmi? Bu yoqqa olib kelib yorsangiz, yomon shunaqa holatlarga olib kelib qo'yishingiz mumkin. Ko'z qo'yaman deb qosh chiqarib qo'ymanglar yana. Xullas yaxshi chiqdi. Mana o'zi mashina tozalaganimga ham bir yarim soatdan bo'lmadi hali. O'sha blesk qarang. Va yo biz bunaqasiga olyapmiz, operator, o'rta operator. Siz Instagram variantga kirib ketdingiz. Xullas buni ustidan yana bitta o'tiladigan etapi bor. Tak, qarang. Buni ustidan nima etapga o'tamiz? O'sha 3-etapga mana yumshoq gubkasi bor. O'shani qo'yamiz, blesk beramiz. Blesk bunga polirovkadan kelgan muhim bitta narsalardan bittasi. Mana shunaqa suyuq qilib yubordim. Suyuq holatda bo'ladi. Tak. Har doimgidek yana birinchi оборот ozgina chaplab olinadi. Mana shunaqa qilib yurgizib chiqasiz. Bo'ldi, ketdi. Оборотni oldiga qo'yib oldim. Endi bleski ochiladi. Haqiqiy bleski bilinadi. Buni ham shunaqa 1 minut vaqtcha aylantirib chiqasiz, yaxshilab. Qattiq bosish shart emas. Bu blesk, yumshoq qo'lda aylantirib chiqsangiz bo'ldi. Mana bunaqa joylarga tegib ketsa qo'rqmanglar bunda, bemalol. O'sha bu lakka ochib qo'ymaydi, 3-etap eng oxiri blesk beradigan. Mana. Bahosini o'zingizlar berasizlar. O'sha sharoitda qilinadigan ishlar bitta hammasi. Endi nargisini ham ko'rsatib qo'ying. Xullas, effekti shunaqa bo'ldi. O'chiravering mirzo. Buni nech pulga pastasini sotib olaman? Nima qilamiz? Qanaqa bo'ladi deganlarga. Mana, Grubi pastasi bir gideta ja borsa 100 ming so'm turadi. Ja borsa 50 grammi. Tak, mana bunaqa ikkinchi etapga ishlatadigan pastasi 100 grammi 100 ming so'm turadi.
Sizga 200 ming so'mga aylanyapti deylik. 200 ming so'mga olyapsiz. Mana bunaqa mexini olasiz. Mexi bir где-то yaxshisi 100 ming so'mdan turadi, arzonchiroq 40 ming so'm turadi. Mana bunaqa variant olasiz. Tak, bunaqasi necha pul edi? Bu meniki Germaniyanikida 14 dollar turadi. Xullas, xohlasangiz arzonchi varianti bor, xohlasangiz qimmat varianti bor. Общий jami tak, mana shu joyini kesib yuboraman. Necha pul bo'ldi? 200 ming, 300 ming и 14 dollaringiz 165 ming. Общий necha pul bo'ldi shunda? 465 ming. Bo'ldi. Ikkita pasta, ikkita gubka 465 ming bo'ldi. 465 mingga o'zim ustalarga olib borsam qilib olaman deysizlar-yu, lekin buni plyus tomoni bor. Bu gubkada o'zingizlar uyda mashinani payirovka qilib olasiz. Zato ham faringiz bityapti 460 mingga. Zato kuzovni ham payirovka qilib olasiz. Yaxshimi? Xullas, olib qo'ygan bari vigitni. Fara, payirovka hozir necha pulga qildirasiz? Taxminan mana shu ishlar bilan birga 100 dollardan oshsa kerak, to'g'rimi? Xullas, video yoqqan bo'lsa, kanalga qo'shilib, like bosib qo'yaveringlar. Ukamga kelinglar. Xizmatlari yaxshi ancha. Rozimiz. Mehnatingizga rozi bo'lib, berganimga roziman deydi. Klient bo'lib ketyapti. Nima berdingiz? Voy, nima o'xshadimi? Cho'tki yo'q-ku, men hali kelayotganda aytdim. Zo'r chiqyapti. Bizani qo'shnimiz bo'ladilar. Shunaqa. Shu odam gap yoqqan bo'lsa bitta bosib qo'ying. Ha, kelaveringlar obunachi.